Yurtimizda alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalarga ta'lim berish, o'ziga xos metodlar asosida o'qitish ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida muhim poydevor vazifasini bajarmoqda. Ularning bilimlarini sinovdan o'tkazish maqsadida o'tkazilayotgan fan olimpiadalari esa o'g'il-qizlarning bilim olishga bo'lgan mehrini va qiziqishini yanada oshiradi. Nurli maskan maxsus maktab-internati o'quvchilari uchun tashkil etilgan Respublika fan olimpiadasi haqida Samarqanddan muxbirimiz xabar qiladi. Bu bellashuv oddiy imtihon emas, iroda va orzu sinovi bo'ldi. Samarqand shahridagi 59-maxsus maktab-internatida Nurli maskan maktab-internatlari o'quvchilari o'rtasida Respublika fan olimpiadasi bo'lib o'tdi. Yurtimizning turli hududlaridan kelgan ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi yoshlar bir joyga jam bo'lib, o'z bilim va iqtidorini ko'rsatdi. Olimpiadaning 145 nafar ishtirokchilari 11-sinf o'quvchilari ona tili va adabiyot, rus tili va adabiyoti, matematika hamda tarix fanlari bo'yicha bellashdi. Respublikamizning 14 ta hududidan, demak o'sha Nurli maskan maktab internatlaridan o'quvchilar tashrif buyurgan. O'quvchilarimiz demak brail alifbosini topshiradi. Bu yerda demak o'sha savollar hammasi brail alifbosiga o'girilgan. O'quvchilar uchun vaqtlar belgilangan. Hammasi adolatli bo'lishi uchun auditoriyalarga kuzatuv kameralari o'rnatildi, deydi tashkilotchilar. Bugun mana shu kabi o'tkazilayotgan tadbirlar alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan yoshlarning ijtimoiylashuvi, ularning o'zaro do'stlashishi, fikr almashishi uchun ham o'ziga xos maydoncha vazifasini bajardi. Kuzatuvchilar uchun o'sha jarayonni onlayn tarzda kuzatib turish imkoniyati yaratildi. Bolalarimiz sinovlardan keyin madaniy hordiq chiqarishdi. 2 kunlik sinov oson kechmadi. Har bir savol ortida mehnat, sabr va umid turardi. Yakunda esa eng munosiblar saralandi. 12 nafar o'quvchi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Sirdaryolik yoshlar barchani ortda qoldirib, 2 ta fan bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. Samarqandda ko'plab do'stlar orttirdik. Respublika olimpiadasi juda ham yaxshi o'tdi. Esse mavzular juda ham zo'r tuzilgan. Test savollari ham qiyinchilik bo'ldi, ammo yengib o'tdik hammasini. Ustozlarga tashakkur, hammasiga rahmat. Samarqandlik o'quvchilar ham 4 ta fan bo'yicha yuqori natijalarni qayd etdi. G'oliblarga pul mukofotlari va oliy ta'limga kirishda imtiyoz beruvchi elektron sertifikatlar topshirildi. Bu kabi bellashuvlar shubhasiz yoshlarga kuch beradi, ularga men ham qila olaman degan ishonch beradi. Muntabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.